Zanjabildan 5 barobar kuchli, C vitaminidan 10 barobar samarali. U bakteriyalarni o'ldiradi, yallig'lanishni kamaytiradi va immunitetni mustahkamlaydi. Bu o'simlik har birimizning uyimizda bor. U yurakni himoya qiladi, qon tomirlarini tozalaydi va yoshlikni uzaytiradi. Bilasizmi, bu qanday o'simlik? Bu dafna bargi, lavr yaprog'i. Olimlar isbotlagan, dafna bargida noyob moddalar mavjud bo'lib, ular zamburug'lar, viruslar va zararli bakteriyalarni yo'q qiladi. Qondagi shakar miqdorini pasaytiradi va moddalar almashinuvini tezlashtiradi. Shuningdek, u bo'g'im og'rig'i, shamollash, bronxit va hazm muammolarida yordam beradi. 4-5 dona dafna bargini yarim litr qaynagan suvga tashlang. Ustun yopib, 20 daqiqa damlab qo'ying. Aynan shu paytda suvda haqiqiy tabiiy eliksir paydo bo'ladi. Agar limon qo'shsangiz, ta'siri yanada kuchayadi. Tana yengillashadi, fikrlar tiniqlashadi va kun oxirigacha charchoq sezilmaydi. Agar butun organizmni tozalashni, barcha zararli moddalarni chiqarishni va qon tarkibini yaxshilashni istasangiz, 3 ta oddiy mahsulotdan iborat uy sharoitidagi vosita bor. Retseptni blogimda, profilimdagi havola orqali ulashaman.